Bugun O'zbekiston Super Kubogi bo'lib o'tadi. Toshkentda Bunyodkor stadionida ikkita muxlislar bob o'yin ko'rsatadigan ikkita jamoa. Andijon jamoasi so'nggi o'yinlarda unchalik muxlislarni xursand qilayotgani yo'q, lekin eng oxirgi turda Andijon muxlislarni xursand qildi. Bu mana shu o'yinga biroz Andijonda yaxshi kayfiyatga kelishiga hamma qadar sabab bo'lyapti desam bo'ladi. Nasabda esa so'nggi turlarda o'zi asl Nasab natijalari hozircha o'zingiz ko'rib tursangiz juda ham yaxshi. Lekin bitta gap, Andijon bitta o'yinga zo'r tayyorgarlik ko'rayotgan jamoa. Umuman bu yerda muxlislarning effekti, umuman final effekti. O'zi asli finallarda ikkita qarama-qarshi jamoa kuchlar deyarli tenglashib qoladi agar e'tibor bersangiz. Juda kamdan kam hollarda katta tafovut yuzaga kelishi mumkin. Qolaversa bu yerda Andijon muxlislar effekti